Eron jahon neft bozori uchun muhim bo'lgan Hormuz suv yo'lini yopib, neft tashuvchi tankerlarga qarshi urush boshladi. U jahon bozorlarida vahima keltirib chiqarishga va Amerika Qo'shma Shtatlarini chekinishga majbur qilishga harakat qilmoqda. Garchi bu dengiz yo'lini to'sib qo'yish uning o'zi uchun mutlaqo foydali bo'lmasa ham. Tankerlar urushi 1980-yillardagi Eron-Iroq mojarosining frontlaridan biri shunday nomlangan edi. Tomonlar Fors ko'rfazidagi yuk kemalariga, asosan neft ortilgan tankerlarga hujum qilib, dushman va uning hamkorlari savdosiga zarar yetkazishga harakat qildi. Shu vaqtda 500 dan ortiq kema shikastlangandi, 400 nafardan ortiq dengizchi halok bo'ldi. Tankerlar urushi jahon neft ta'minotiga tahdid soldi va NATO davlatlarini Fors ko'rfazida savdo kemalarini kuzatib borish uchun harbiy konvoylarni tashkil qilishga majbur qildi. 28 fevral kuni Qo'shma Shtatlar va Isroil Eronga zarba bergandan so'ng, u bunga javoban o'z qirg'oqlari yaqinidagi savdo kemalariga hujum qila boshlagach, ko'pchilik yana tankerlar urushi tahdidi haqida gapira boshladi. Aftidan u allaqachon boshlandi va qancha davom etishi noma'lum. Eron-Iroq tankerlar urushining faol bosqichi 4 yil davom etgan edi. Financial Times gazetasi shunga o'xshash yangi mojaro tahdidini tahlil qildi. AQSh va Eron o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashuvi fonida, agar mojaro yuzaga kelsa, Eron Fors ko'rfazini Omon ko'rfazi va undan keyin Ochiq okean bilan bog'laydigan Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'yadi degan xavotirlar tez-tez yangragan edi. Bu Yaqin Sharqdan xomashyo ta'minoti yo'lining eng muhim qismidir. U orqali jahon xom neft savdosining qariyb 35% va suyultirilgan tabiiy gazning qariyb 20% tashiladi. 28 fevral kuni AQSh va Isroil Eronga zarba berishni boshlaganida, Eron hukumati Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Hormuz bo'g'ozidan o'tayotgan kemalarga hujum qilishdan ogohlantirdi. Keyingi kunlarda kamida 8 ta tankerga hujum qilindi, kamida 2 kishi halok bo'ldi. Bu esa bo'g'oz orqali kema qatnovining deyarli butunlay to'xtashiga, jahon bozorida neft va gaz narxining oshishiga olib keldi. AQSh 1980-yillardagi kabi yana harbiy konvoylarni bo'g'ozga qaytarishga majbur bo'ldi. Ammo harbiy ekspertlar Financial Times'ga savdo kemalarini kuzatib borish uchun zarur bo'lgan esminetslar va qiruvchi samolyotlar yetishmasligini aytdi. Chunki ular Eronga hujumlarda ishtirok etmoqda. Dengiz xavfsizligi va harbiy dengiz strategiyasi bo'yicha amerikalik tahlilchi Joshua Tallisning aytishicha, AQSh harbiy dengiz kuchlari keyingi 7-10 kun ichida savdo kemalarini himoya qila olishi dargumon. Chunki oldin Eronning kemaga qarshi mudofaa vositalari yo'q qilinishi lozim. Tankerlarni kuzatib borish operatsiyasi murakkab, ammo imkonsiz emas deb hisoblaydi AQSh harbiy dengiz kuchlari aviatashuvchi zarba guruhi sobiq qo'mondoni Mark Montgomery. Buni tashkil etish vaqt talab qiladi. Shart-sharoitlar qulay bo'lguncha 2 haftagacha. Va AQSh harbiy dengiz kuchlarining Eronga zarba berishdagi ishtirokini qisqartiradi deb hisoblaydi Montgomery. Hozir AQSh armiyasi Eron flotiga faol hujum qilyapti. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi ma'lumotlariga ko'ra, 28 fevraldan beri kamida 17 kema cho'ktirilgan. Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy dengiz operatsiyalari uchun mas'ul bo'lgan 5-flotning sobiq qo'mondoni John Millerning ta'kidlashicha, AQSh mintaqada harbiy konvoylarni tashkil etish uchun kemalar yetarli. Biroq bu kemalar Eronning kemalarga qarshi raketalari, suvosti kemalari, tezyurar katerlari, minalari va dronlari bilan kurashishiga to'g'ri keladi. Ayniqsa suvosti dronlari xavfli bo'lishi mumkin. Ular kema korpusiga suv yuzasida zarba beradi. Bu esa mashina bo'limining suv bosishiga olib keladi, dedi EOS Risk guruhining dengiz tahlili bo'yicha mutaxassisi Martin Kelly. Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq tahlilchisi Jim Lampsonning hisob-kitoblariga ko'ra, Eronda minglab kemaga qarshi raketalar va ular uchun yuzlab uchirish moslamalari mavjud. Shuningdek, Tehronda Rossiyaning kichik suvosti kemalari floti va Shimoliy Koreyaning noma'lum miqdordagi kichik suvosti kemalari mavjud. Bundan tashqari, u dunyodagi eng katta suvosti minalar zaxiralariga ega. Hozirgi mojaroda ular hali qo'llanilmagan, ammo Hormuz bo'g'ozidagi minalar haqida har qanday ishonchli xabar paydo bo'lsa, u yerdan o'tadigan kemalarning dengiz sug'urtasi va frakt stavkalari yanada oshishi mumkin. 28 fevraldan keyin ular allaqachon 4-12 baravarga oshdi. Bir tomondan jahon dengiz transporti va energiya bozorlaridagi vahimalar, iqtisodiy va diplomatik omillar bosimi ostida AQSh va Isroilni urushni to'xtatishga majburlamoqchi bo'lgan Eronga qo'l kelmoqda.
Tehronning fikriga ko'ra, energiya tranziti uchun asosan, ba'zan esa faqatgina Hormuz bo'g'oziga tayanadigan Fors ko'rfazi mamlakatlari Vashingtonni jangovar harakatlarini to'xtatishga majbur qilishi kerak. Boshqa tomondan Hormuz bo'g'ozi qancha uzoq vaqt yopiq bo'lsa, Eronning o'zi ham shunchalik ko'p zarar ko'radi. U deyarli barcha neftini Xitoyga sotadi va deyarli barcha neft aynan shu bo'g'oz orqali tashiladi. Eronliklar agar biz neftimizni sota olmasak, unda hech kim sota olmaydi deyishyapti. Lekin teskarisi ham to'g'ri. Agar hech kim neft sota olmasa, Eron ham sota olmaydi. Ular iqtisodiy foydaning bunday yo'qotilishiga cheksiz bardosh bera olmaydi, deb ta'kidladi Jon Miller. Shunday qilib, Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'yish bu urushda Eron uchun ham, uning raqiblari uchun ham foydali emas. Biroq bu paradoksal ravishda bo'g'ozning ochilishini tezlashtirishi dargumon. Mojaro qanchalik uzoq davom etsa, AQSh va Eron uni o'z foydasiga hal qilish uchun kuchliroq energiya dastaklarini qo'llash ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi, dedi Financial Times gazetasiga Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazining energetika xavfsizligi bo'yicha tahlilchisi Clayton Siegel.